Hello, mama. Sonunda sizlar bilan majunlar bo'lyapti. O'zimiz mana o'zimiz qishlog'imiz bo'lyapti. Bugun nima so'qamiz desangiz hech nima so'qmaymiz. Bugun bizlar maktab so'qamiz. Maktab degani endi maktab emas. Bu uyning oxirini so'qamiz. Oxirgi yerlarini so'qamiz. Pollar so'g'irgida. Buni jansizda so'g'aman men joqmayman jonlida. Anday jonlida bir kun jasab ko'ringmi? Kommentariyga yozib ketamiz. Bugun bizlar mana qo'yib ketdi. Pollar odamlarni ko'chirtaman, shunga samanga uyda tez so'q dedim mer, shunga tez so'q kerak. Yig'ishda olmoq beraman deb keragi yo'q dedim. Ne bering deb bijvanya dedim, bir oyga dedim. Yaxshi deb endi bir oyga ishim men anday qilaman. Bijvanyada yuraman bir oy. So'q tashlash kerak, aynalarni so'qish kerak, tubilarni so'qish kerak. Bu ikki tarzli qilib berdi. Men bir tarzli qilaman. Yarım kun bo'lsam bijvanya kerak qilma. Ikkinchi tarzini so'q deganda qarshi olmos beraman deb keragi yo'q dedim. Ikkinchi tarzini so'qilibdi. Birinchi tarzini so'q beraman bo'ldi dedim. Men boshqa bir merim bor, shu ikkitamiz yashayapmiz. Qishloqlar keladi. Bir 11 ta qishlog'imiz bor bizlarning. Jamol 2, Jamol bir narsa. Jamol akam bor meningga. Shu bilan mer bor, shu bilan esa ana hukumat Javohir bor, shular bilan yashayapmiz bizda. Bunday o'ylamiz. Javohir man borman. Shu bilan esa Shelby bor, Chelsea degan odam. Bizlarda oti bir turli, burungoda ko'chib keldi. 1 kun bo'lyapti. Tomlarga ko'chib keldi. Men qo'ng'ishim Chelsea deydi oti. Ana bir komandaning oti bu. Men futboldagi komandaning oti o'xshaydi, Chelsea deydi. Biroq tez so'qsada. Merdinga qaysi kommentariyga yozib keting bu yerda. Qaysi biri? Ana bir yerda mayoq bor bizlarda. Shularni esa ikkinchi odamlar ko'chib kelyapti. 12 ta bo'layotganmiz bizlar. 14-qishloqqa hamma keladi. Mo'katto'g'im 14-qishloq bo'ldi. O'zining qishlog'idan zerikib ketgan, YouTuberlar ham kelib ketsa. Chotam deydi o. DZ Minecraft ketdi-da. Endi so'rdi. Kompot kelsa, kompot degan YouTuber bor, shu kelsa, ma bo'ladi o. Qaraysan, men nerdan rivojlantiraman. Shu bilan zo'r uylarni so'g'aman. Men burunda serda bir mashina shahar bor edi. Men o'zim Akaza 14-qishloq deb qo'yganimda, Akaza 14-qishloq shu o'shib ketdi endi. Endi esa bu 14-qishloq. Endi shu Naruto qishlog'i deb qo'yaman. Hop, kompyuterda esa Ajizcha. FIFA o'ynaymiz, Ajizcha keting, men birga o'ynayman. Men esa ikkinchi onlaynda o'ynayman. Shunga hop birga bir chaqirib qaraman. Hop, bir garajga boraymi? Bir ana bundan ana o'rgangan
Так, тез qo'yib chiqsam aytdim. Так, bizlar esa tez qo'yib chiqdik. Toshni kuyitib qo'ydim. Ajab dadam. Toshim eshitilmayotgan bo'lsa kechirasiz do'stlar. Majallarni o'zi qo'yib oladi bu ishni. Satlan. Bittasini qo'ysam. Bu yoqqa qo'ysam. Bir toshlar eshitilayotgan bo'lsa kechirasiz do'stlar. Bo'ldim. Hayır do'stlar, sizlar bilan bo'lgan Naruto bo'ldim. Hayır. Internet qishloqqa ham kelib tursin. Bu yerda uylarimiz ko'p bizlarning. Mana bu yerda James Stinger neredeyse. Dom, yerdan dom bor. Shu yoqda ko'p uylar bor. Sonra topgan odam bo'lsa, yerning uyini topgan odam bo'lsa, kommentariyga yozib keting. O'zim aytib qo'ya qo'ying. Navru, yerning uyim Navru, yerning uyi. Sorma. Mallar ham bor edi, yo'q bu ketdi. Shu bilan esa 100 ga yetishimiz kerak. Shu bilan esa bir kas, shu bilan esa 14 qishloqqa kelganlar. Darcha bor bizlarda, darchalar bor, darchalar dingi. Shu bilan esa klasda mana kelinglar. 14 qishloq 40 kilodan edi. Mixtaga tekshirib qoladi. Qayerga deydi? Shu bilan pasportlar dedi ko'rsatdi. Shu bilan kirib ketsangiz bu mahkamaga nima qo'yib ketaveradi. Bu esa kirgansa bu mening uyim. Hopman mehmon bo'lib ketdi. Uylarimiz ham bizlarda ko'p uylarimiz bor. Bu magazin, bu esa mashina qo'yadigan yer edi. Bu esa bu yerda parkurchilar bo'lsa parkurlar bor, vertolyot bor, neredeyse har turli mashinalar bor. Men bu qishloqdan chiqolmayman, chiqib ketsam pasport menda yo'q, o'ncha yana bu yerdan ko'rdim, shunga bu yerda o'ncha yo'qda, shunga esa men hozir chegaradan chiqib ketaman, u yoqdan chiqib ketsam bo'ldi. Pasport bor yo'q menda. Shunga pasport so'raydi, pasport yo'q bo'lsa chegaradan o'tkazmay oladi. Shu bilan esa hayronmanman, sizlar bilan bo'lgan markazda fermerlar bo'lsa, shunga mana fermerlarga hop hayronmanman, youtuberlar ko'ryapkan bo'lsa, assalomu alaykum deb qilaman. Hop, xayr, hammaga assalom. Xayrda, davay.